Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyada size Kacırızı Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islağı 2021 yıl 7. ayının 15. günü. Vaziyet doğrusu da gep kılsak, bugün 15. günü 7. ayının 15. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının yana bir dana harbiy aeroplani Tayvan aeroportiga qo'ndi. Endi ertalabdan boshlab Osiyo Tinch okean iqtisod yig'ini chaqiriladi ekan Yangi Zelandiyada. Bu yig'inga Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden ekranda suhbatlashish shaklida qatnashadi ekan ham bu yig'inga Jumhur Xalq Jamhuriyatining raisi Xi Jinping ham ekranda suhbatlashish shaklida qatnashadi ekan bu yig'inga. Ata shu yig'in ochiladi ekan 15. kuni harbiy aeroplan yana bir qatam Tayvanga tushdi. Bu vaziyatning ma'nosi nima desangiz vatandosh, qanday mijoz? Yani bir yerde başka taraftar alametler yok. Bu vaziyetinin ma'nosi qanday mijozing vatandaş? Yani ikkinchi turgan so'zlagan leksiyalarimizda biz Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping'in telefonda sözleşken suhbatining mazmununu anlattık hem tahlil qildik. Belki sizlar bizning tahlilimizni derhal qabul qilolmasliginglar mumkin. Lekin shu narsani o'ylab beqinglar ki, hozirgacha birga yashab keldik sizlar bilan. Türkiye hukumati va Türkiye davlat rahbarlarining ayni chog'da 2009 yil 7. ayning 5. kunidagi Urumchi ranglik inqilobini Xitoy bostirgandan keyin Genocide, soykırım degan edi şu vaqtdagi vazir Türkiye'nin baş ministeri Recep Tayyip Erdoğan bu qatam endi Jungo bilan Uyg'ur masalasi to'g'risida suhbatlashdi desangiz vatandoshim, bu biz siz kutgan yerdan olqib ketgan ahvol bo'ladi. Şunlaşqı biz bunu xalqaro vaziyat bilan birlashtirib tunigan tahlil qildik. Buni siz qabul qila olishingiz, qila olmasangiz mumkin, lekin inchkilik bilan tahlil va o'ylab boqsangiz bo'ladi vatandosh. Endi bugungi leksiyamiz bundaq. Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi Uyg'urlarni majburiy emgak solinishini cheklash qonunini birdak ma'qulladi. Uyg'uriston, ya'ni Xinjiangdan import qilingan mahsulotlarni cheklaydi. Mavzula xabar 7. ayning 15. kuni Amerika ovozidan Xitoy tel programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshladi. Davlat Majlisi Kengash Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi 7. ayning 14. kuni Uyg'uristondan import qilinadigan mahsulotlarni cheklash, Uyg'urlarni majburiy emgak solishni cheklash qonuni ma'qulladi. Bu qonunni ma'qullash Washingtonning yangi Beijingni jazolashdagi yangi tirishchanligi bo'lib hesaplanadi. Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati Uyg'urlar va boshqa sonliq guruhlarga insoniyatga qarshi turish va irq yo'qotish siyosatini davomli yurgizyapti va jinoyat sodir qilyapti. Bu qonun loyihasida bir rad qilish hukmi ta'sis qilindi. Ya'ni Amerikada ma'muriy doiralar majburiy emgakka selindi yoki selinmadi deydigan isbot bermaydi ekan. Uyg'uristonda ishlangan mahsulotlarning hammasi majburiy emgak bilan ishlab chiqarildi deb
hüküm kılınıp yoki xulosa chiqarilib 1930-yili tuzilgan tamojna beji qonuni bo'yicha import qilishni cheklaydi. Kengash palatasida ishki partiya mansublari to'liq ovoz bilan ma'qullagan bu qonun loyihasida majburiy emgakka selinmadi degan isbotni elish mas'uliyatini import qilg'uchi savdogarlarga yukladi. Yoki bu huquq import qilg'uchi savdogarlarga yuklandi. Amerikaning navbatdagi belgilamasi mundaq: agar majburiy emgakka selinib ishlangan mahsulot deyishga yetarli isbot bo'ladiganli bo'lsa, Uyg'uristondan Amerikaga import qilinadigan barliq mahsulotlar cheklanadi. Bu qonun loyiha yana Avom palatasining ma'qullashidan o'tishi, balki ishki palatada ma'qullangan nusxasi birdak bo'lishi lozim. Ondan Oqsaroyga yo'llanadi. Prezident Joe Biden imzo qo'ydi. Demokratlar partiyasi mansubi Jeb Markli bu qonun loyihasini birlikda o'tirib qo'ygan Cumhuriyetchilar partiyasi mansubi senator Marco Rubio Avom palatasining tez harakat qilib bu qonun loyihasini ma'qullashini murojaat qildi.